Menga Mio Baby'dan sovg'alar yuborishdi. Kelinglar birgalikda unpacking qilamiz. Birinchisi mana shunaqangi baby powder, ya'ni prisipka. Qaranglar qanaqangi chiroyli dizaynda qilingan. Ikkinchi produkt shower gel, ya'ni cho'milganda bolalar uchun ishlatiladigan gel ladushi. Keyingisi shampun. U ham gel ladushga o'xshagan bir xil dizaynda qilingan ekan. Undan keyingi produkt baby oil. Bolalarga massaj paytida ishlatiladigan yog'. Bu ikkinchi tabiiy zaytun yog'idan qilingan hamda romashk ekstrakti bor. Undan keyingi produkt bu baby krem. Bolalar uchun детский krem. Bu hozir uходовый lineykasi edi. Endi esa bolalarning kiyimi uchun narsalarni raspakovka qilamiz. Mana shunaqa ikkita produkt. Birinchi produkt bu kirlarni ketkazish uchun parashok va ikkinchisi bolalarning kiyimini yumshoq qilib beradigan konditsioner. Produksiyaning hidi xuddi yangi tug'ilgan chaqaloqlarning hidiga o'xshaydi. Juda ham zo'r. Mio Baby produksiyalarini ularning Instagramlaridan topsangiz bo'ladi.